Xitoy hukumatining Sharqi Turkistonda yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan yangi turma plani o'ttirg'i chiqdi. Zimiston to'rining xabar qilishicha, Xitoyning Sharqi Turkistondagi turmalarni ko'paytirib yangilash haqidagi bir qism maxfiy hujjatlari oshkorlangan bo'lib, bu hujjatlarda Xitoy davlat raisi Shi Jinpingning Sharqi Turkistonda aqliy iqtidorli turma qurish plani borligi bildirildi. 4-mayda o'ttirg'i chiqqan bu hujjatda turma qoida tuzumlarini kuchaytirish va yangilar bilan almashtirish, kunimiz texnikasiga uyg'un holda mahbuslarning Xitoy markaziy hukumati va Xitoychilik qarshiga zid ideologiyalik masalalarga dal vaqtida ta'sir ko'rsatadigan psixikalik va texnikalik aqliy iqtidorli turma qurish planlari borligi ma'lum. Sharq Turkistonlik qozoq qarindoshlardan Bazargul Kadan namoz o'qiganligi va yog'liq tanganligi uchun, Nurbul Boqayxo'ja bo'lsa imomlik qilganligi uchun yig'ilish lagerida xo'rliqqa uchirmoqda. Ularning oilasi bo'lsa xalqaro jamiyatning yordamini kutmoqda. Qozog'istonda tug'ilgan Nurbul Boqayxo'ja bo'lsa tutqun qilingan imomlardan faqatli biri. Turkiyada yashayotgan va Qozog'iston fuqarosi bo'lgan inisi Yilbo Boqayxo'ja akasining faqat imom bo'lganligi uchun tutqun qilinganligini bildirdi. Boqayxo'ja 2018-yil martda tutqun qilinib yig'ilish lagerlariga qamalgan bo'lib, oilasi 2019-yil 4-oyda uning 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligini bilgan. Xitoy Amerika xolisa oxirgacha jang qilamiz degan mazmundagi ultimatumni topshirib uzun o'tmay, Amerikaning boshqariladigan bombalar saplangan urush paraxoti jang e'lon qilgan bir shaklda Tayvan bo'g'ozidan o'tdi. Amerika erkin chorlash elib berayotgan Janubiy Xitoy dengizida Xitoy harbiy mavjudligini kuchaytirmoqda. Savdo urushi sohasida jiddiylashgan Amerika-Xitoy munosabatlaridagi sezgir nuqtalardan biri yaqindan buyon Tayvanga markazlashdi. Xitoy chorshanba kuni e'lon qilgan bir bayonotda Amerika dunyo muqimligiga tahdid selish bilan ayblandi. Tayvanga qurol setish masalasi mo tilga elindi. Pakistonda o'qituvchi partiyalarning qo'llovchilari hukumatga qarshi namoyish o'tkazdi. Pokistonning Islomobod, Karachi, Lahore, Peshawar va Quetta shaharlarida hukumatga qarshi namoyishlar o'tkazildi. O'qituvchi partiyalar uyushtirgan namoyishga minglarcha kishi qatnashdi. Bosh ministr Imron Xonning iqtisodiy siyosatlarini yetarli emas deb qaragan namoyishchilar Imron Xonga qarshi shuarlar to'ladi. Pokiston Musulmon birligi raisining rahbari Maryam Nawaz Quetta shahrida so'z qilib, ba'zi organlarning ismini atab turib, hukumatga yaxshi bo'lish uchun Pokiston xalqi bilan qarshilashmaslik haqida ogohlantirdi. Koreya yuqori darajalik bexatarlik amaldori Yapon dengiziga 2 qisqa manzillik boshqariladigan bomba atgan Shimoliy Koreyaning yangi bir qisqa manzillik boshqariladigan bomba sinab qilishi mumkinligini bildirdi va bu vaziyatdan qattiq andish qildiganligini aytdi. Bayonotda Xavfsizlik kengashining aytilgan boshqariladigan bombalarning yangi bir xil qisqa manzillik boshqariladigan bomba bo'lishi mumkin deb qaralganligi va Amerika bilan o'rtaq tekshirish olib borgandan keyin oxirgi qarorni chiqarishni planlaganligi bildirildi.